Taassub bizni zamonimizga kelganda mana shu hadisga amal qolmadi. Kerak bo'lsa akasi qiylanayotgan bo'ladi, singlisi qiylanayotgan bo'ladi, xotirjam o'tiraveradi uyda. Bilmay qopmiz deb qo'yadi. Senga aytish kerakmidi? Alloh taolo senga shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida o'tib ketayotganda xushbo'y hidni Abdurahmondan kelayotganligini sezdi. "Ey Abdurahmon, uylandingizmi?" dedi. "Ha, uylandim" dedi. "Mahriga qancha berdingiz?" "Falon miqdordagi oltin." "Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima." Qur'on yodlashlik nasib qilmadi sizga yoshligingizda. Yoshingiz katta bo'lib qoldi, kalla olmay qo'ydi Qur'onni. O'tdi ketdi. Xato sodir bo'ldi. Tuzatish mumkin ekanmi? Mumkin ekan. O'tib ketgan xatoni agar sen birodar istiqomating, sog'lom aqiding, toating sababli qiyinchilik, mashaqqatga duch kelayotgan bo'lsang, demak Parvardigoringni nazdida oxiratdagi martabangni yuksalishini, narxini to'labsan. Xotirjam bo'l birodar, mashaqqatda